Xo'sh, bu sirlarni hammasini topib bo'ldim. Ey, qo'lingni ko'tar. Nimaga? Seni o'ldirmoqchiman. Meni o'ldirib nima qilasiz? Garangmisan, seni o'ldirib nima ham qilardim? Albatta, o'ldiraman-da. Bo'ldi, всё. O'ldirsangiz unda tutib olib o'ldiring. Men ketdim. Voy, yaramas, to'xta. Obbo, qayerda qoldi ekan ham yaramas. Nuqul sekin yuradi. Hoy, keldingmi? Janob, keldim. Короче, chet ellarni o'ldirdim deyarli hammasini. Bitta ikkita qoldi, ularni ham hozir o'ldirib chiqaman. Bo'ldi, faqat Jo'xa bilib qolmasin. Agar u bilib qolsa dabdala, tushundingmi? Tushundim. Men hozir ketdim, qolganlarni ham o'ldirib kelaman. Davay, faqat hech kim bilib qolmasin, tushundingmi? Xo'p. Voy, voy, soat necha bo'lib ketdi ekan? Oho, 9:30. Shuncha ham uxlaydim odam degani. Svetni o'chirib qo'ygan bo'lsam, kechasi svetni o'chirib uxlashim kerak, chunki elektr energiya juda ham ko'p sarflanib ketyapti. Oppa uxlab ham qolamanmi? Aytgancha video ketib qopti-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va jigarlar, sizlar meni yangi kanalimdasizlar. Tez kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar, chunki bu juda ham men uchun muhim. Aytgancha do'stlar, obuna bo'lish tugmasi ostida bir nechta kanal bor. Hammasiga obuna bo'lishni iltimos qilib so'radim sizlardan, chunki bilasizlar, YouTubedan daromad topishning yagona yo'li bu kanallarni ko'tarish hamda sotish. Sizlar menga yordam berasizlar va evaziga men sizlarga har doim video kontentlar chiqarib turaman va sizlarning vaqtinglar unumli o'tadi. Shuning uchun tez kanallarga obuna bo'lib tashinglar va videoga like bosib tashinglar. Bu sizlar qo'lingizdan keladi. Men sizlarga ishonaman. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Bugun nima voqealar qishloqda sodir bo'lishini birgalikda bilib olamiz. Birinchi o'rinda albatta har doim qiladigan ishim Telegramga kirib, bugungi kun yangiliklarni eshitib ko'rishim kerak. Yoqamiz va qanaqadir yangilik kelibdi, eshitaylikchi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan kechagi kun eskiliklari. Короче, kechagi kunimizning eng eski yangiligiga ko'ra, nima deyapman? Mayli. Kechagi kunimizning eng zo'r yangiligiga ko'ra, qishloqda jetellar o'lmoqda. Ular Coviddan o'lyaptimi? Burga chaqib o'ldiryaptimi? It tishlab o'ldiryaptimi? Noma'lum. Kim o'ldirayotgan bo'lsa ham insofini it yegan ekan. Iltimos qilib qolardim. Lekin iltimos ham qilib bo'lmaydi, chunki hech kim bilmaydi qotil kimligini. Agar qotilni ko'rib qolsangiz, tanimaysiz ham baribir. Mabodo tanib qolsangiz, bizga xabar qiling. Biz uni qamaymizmi yo surgun qilamiz, bilmadik. O'ylab ko'ramiz, короче, sud bo'ladi. Короче, bo'pti. Juda ham ajoyib yangilik, lekin qishloqda qanaqasiga jetellar o'ldirishganiga hayronman. Ammo men o'zim har doimgi polis ishlarim bilan shug'ullanishim kerak, chunki yangilik ko'rib o'tirish mani boqmaydi-yu, lekin rostdan ham yangiliklarda aytilgan gapga jon bormi deyman-a? Voy dod, bratonni o'ldirib ketishibdi-ku. Ko'zlarini qaranglar, ma'yus qarab turgan ko'zlari, bechorani o'ldirib ketishibdi. Voy dod. Qonlar oqib qo'ygan, soyasi nima yerga qarab bitib qo'ygan, tushunmadim. Soya qanaqasiga havoda muallaq turibdi soya. Matematika, fizikaga tupurib qo'ygan joyi bor ekan. Bratlar o'sha hayajonda o'lganiga bu ko'chada qoldirib ketishgan, uni olish kerak bu yerdan ko'chadan. Voy brat, eshitmadilar. Mana yerda assalomu alaykum bratan, yaxshimisiz? Siz adashmasam tozalik va sanitariya epidemiologiya To'g'ri aytishni bilmaysanmi? o'zingizdan bilmas ekansiz-ku. Короче, o'shanda ishlaysizmi? Ha, o'shanda ishlayman. Ko'ryapsizmi, ko'chada jetel o'lib qolibdi, o'shani o'ldirib, kechirasiz, o'ldirib debman. O'shani o'ligini olib turib, qonlarni asib tashlashni iloji yo'qmi? To'g'risini aytaymi? Nimani to'g'risini aytyapsiz? Tozalash kerak, sizning vazifangiz-ku. Ha, lekin qondan qo'rqaman. Siz hali qondan qo'rqsangiz, qanday sizga bu sanitariya va epidemiologiyada ishlayapsiz? Chunki bilmadim, ana mer tayinlab qo'yibdi shunchaki. Men o'zim xohlamaganman ishlashni. Mayli, unda men borib merga ayta qolay. Mer birorta yo'lini topar, lekin mana brat vobshe g'alati yotibdilar. Boshlari bir joy yerga cho'kkan. Vobshe g'alati. Assalomu alaykum brat. Nima gaplar? Qo'rqmayapsizlarmi qotildan? Qo'rqyapmiz to'g'risi. Hozir menga bitta axrana kerak bo'lyapti. Xohlagancha oylik beraman. Tushundingizmi? Oylik xohlagancha, unda men sizga axrana bo'laman. Davayki menga $100,000 oylik bering. Yo'q, undan ko'ra o'zim tinchgina biroz yurganim yaxshi ekan. Nimaga unaqa? O'zingiz xohlagancha pul beraman deb. Meni o'ylashim bo'yicha menga ishlamoqchi bo'lgan odamni xohlagancha puli bu $5-10 bo'lishi kerak edi. Unda ustiga hammomda orzu qilganini bor-ku, o'shani orzu qilibsiz siz ham. O'sa, voydod, siz ham o'shanda tuya bo'lib qolibsiz-da.
Dayman. Mana jitillar hozir ko'p qaranglar mana. Ancha jitil o'ldi deyishdi. Brat turibdilar mana yoqda. Nima deyapsan? Brat sizni o'ldirishmabdi deyman. A? Sizni o'ldirishmabdi deyman. A? Hozir 1 minut. Sizni o'ldirishmabdi deyman. Kar emasman, sekinroq gapir. Nima tepaga qarab gapirasiz? Men basharam pastroqda. Ko'zim pastdan ko'raman, nima ko'zimni qirinidan ko'raman. Basharangizga oyog'im. Voshye g'alati-yu, brat. Kar ko'r ekanda, brat. Mer yoni kerak. Assalomu alaykum, janob mer. Stop, mani Makillab qolding-ku, bu sani maketing. Maketing, tushunmayapsanmi? Sani ko'rinishingdagi haykalchang. Sani haykalchang deyman, buncha makillading. To'g'ri gapir. mani haykalcham sizga sizga nima qilyapti? Sizga nima kerak bu? Sen tilingni sepini bir to'g'rilab olaver, keyin gapir. Xo'sh, mani haykalcham, mani rasmimdagi haykalcha sizga nima kerak? Men o'zimni himoyalash uchun sendan foydalanmoqchiman, tushundingmi? Tushunarli. Demak, haykalchamdan foydalanasiz, o'zingizni qo'riqlamoqchisiz. Da, to'ppa-to'g'ri topding. Короче, eshitdingizmi, qishloqda вообще stop. Ona yoqda bitta bratni o'ldirib ketishibdi. Ha, juda ham ko'p qishloqlar o'lyapti. Ularni kim o'ldirayotgani noma'lum. Lekin o'sha kim bo'lsa ham sen topishing kerak, kim bo'lsa ham farqi yo'q kimligini. U kimligi noaniq bo'lsa, men qanday topaman, brat? Bilmadim, lekin izlab ko'rishing kerak. Tushunarli. Sichqonchasiz вообще g'alati, uzoqdan havoda mollar. Mayli. Короче, mayli topib beraman, lekin bitta iltimos bor. Qanaqa? Menga bitta mashina olib berasiz evaziga, zo'ridan. Yo'q, qotilni topganing uchun emas, u boshqa narsa uchun olib bersam bo'ladi, ya'ni olib beraman. Nima uchun? Obunachilaringga ayt, hamma kanaliga tez 5 mingta obunachi to'plab bersa, senga bitta BMW olib beraman yoki Mersmi bilmadim. Obunachilaring hal qiladi, BMW yoki Mersligini. Bo'ldi, gap yo'q. Men hozir obunachilardan so'rab olay. Jigarlar, BMW yoki Mers. Albatta sizlar 5 mingta obunachi to'plab tashlaysizlar va menga Mer olib beradilar. Eshitdingizmi, aytdim obunachilarimga. Ha, albatta olib beraman. Endi sen borib qotilni izla. Bo'ldi ya, brat, addushi hozir izlayman, lekin qayerdan topishni to'g'risi bilmayman. O'zim ham bugun polizda ishlamoqchi edim. Aytgancha polizimga kecha ishlagandim. Lekin ayrim hosillar pishib qolibdi-yu, lekin ishlash hozircha menimcha shart emas. O'zimni polizimda ishlagandan ko'ra qo'shnimni poliziga biroz ishlasammikan, yoki yaxshisi nima edi, qotilni izlaganim ma'qul. Endi qotil qayerga ketganini to'g'risini aytsam, men tugul merimiz ham bilmaydi, qotilni o'zi ham bilmasa kerak qayerdaligini. Lekin hozir birinchi qurolni olish kerak, chunki qurol bilan o'ldirish kerak. Nima edi, короче, kimida qotilda. Lekin mana uni olib tashlash kerak-da. Ko'chaga ko'rgan odam g'alati bo'lib ketadi. Lekin ana sanitariya va epidemiologiyada ishlaydigan brat tozalash kerak vazifasi, lekin tozalamayapti. Hayronman. Yangiliklarda ishlaydik, balki qotil aniqlangandir. Jigarlar, hali hamon qotil kimligi noaniq holda kelmoqda. Kecha kimnidir chivin chaqqan ekan. Balki u qotildir, ha? Keling chivinni suhbatlashamiz. Janob chivin, siz odamni chaqib o'ldirdingizmi? Albatta, sizni tilingizga biz tushunmaymiz. Hozir tarjimon olib kelaylik, keyin siz bilan gaplashamiz. Короче, bo'pti. Chibini o'ldiramiz odamni. G'alati-yu, voshcha qishloqlarda miyasi teskari bitib qolganmi? Chivinni qotil deb o'ylashadimi? Hayronman. Mana qo'shnim qayerga? Qo'shnimni o'ldirib ketishmadimikan? Sandig'iga tashab ketgan bo'lsa, o'ldirib. Yo'q, sandiqda. Kravatini tagida yo'qmi? To'xtanglar. Yo'q, kravatini tagida emas. O'ldirishmabdi, qo'shnim bilmayman, lekin qayerga chiqib, balki mana qo'shnimdir. Yo'q, bilmadim. Balki rostdan ham qo'shnimdir, ha? Yo'q, qo'shnim emas. Tak. Birinchi qotilni topish kerak. Mana shu uy menga qanaqadir g'alati tuyulmoqda. Mana shu shkafni ochsam, ichidan o'g'lim meni ismim deb chiqib kelsa qotil va men uni o'ldirsam, dahshat. Ochamiz. Kechirasizlar, ochilib ketdi. Ichida hech kim ham, hech narsa ham yo'q. Balki mana u shkafni tagidadir, ha? Tak olib ko'rish kerak. Yo'q, tagida yo'q. Kravati tagida ham aniq bo'lmasa kerak. Men isqvor bo'lsam aniq is toparim. Isqvor voy dod nima deyapman? Hech nimani aniqlay olmasam kerak. Tak. Bo'ldi. Endi qayerda balki shaxtaga kirib ketgandirlar, brat. O'g'ri, brat. Yo'q, qanaqa o'g'ri? Qotil, brat. Yo'q, bu yerda ham yo'q. Qayoqqa ketdi ekan, yaramas qotil. Balki eski xaroba uyning ichidadir, ha? Hozir aniqlaymiz. Biz voqea joyiga yetib kelganimizda
va mana Otma meni iltimos, otma. otma. Sani otmasam kimni otaman? Yaramas. O'l. O'ldi, ko'rdingmi? Rahmat Jahon, senga otishing. Kattakon rahmat, jigarim, sog' bo'l, omon bo'l, baxtli bo'l, taxtli bo'l. Yo, birdan duo qilib uylantirib ham qo'ymading bir kammi bunaqa duo qilguncha. Oho, vashi. Men ketdim borib. Bratdan suyunjin olib kelay, ana brat kim edi? Merz bratdan. Tak. Yo, assalomu alaykum brat. Men o'rin topdim. Menga quroldiraman, nima? Makillab qoldingiz o'zingiz ham. Nima demoqchi edingiz? Mani qotil deb o'yladingmi? Yo'q, qayerdan qotil topib o'ldirib tashladim. Malades, zo'r chiqibsan. Endi o'sha gap. Obunachilaring 5000 tadan albatta kanaliga obunalash to'plab bersa, bitta BV yoki Mers mandan. Tushundingmi? Bor endi uxla. Daming tor, kech bo'ldi. Bo'pti brat, sog' bo'ling. Eshitdilaringizmi, obunachilik, короче, kanaliga tez olib bo'lib tashlaylik. Hammasiga 5000 tadan obunachi to'plash tashlasa, kechasi buni ko'rgan odam yuragi yorilib bo'lib ketsa kerak. Men qancha aytdim shu sanitariya va epidemiologiyadagilarga, lekin ular baribir tozalanmaydi. Iltimos, mana shu so'z to'g'risini kommentariy yozib qoldiringlar. Vobshe tilma aylanmay qolyapti, ko'rasizlar? Sanitariya va epidemiologiyada balobatlar taqir-tuqir bo'lib ketdi hammasi. Короче, Minecraft o'yinini o'ynay undan ko'ra, voy, men o'ynashni ham noto'g'ri gapiryapman.